yomon illatlardan qaytarishga, qadriyatga qaytarishga o'laroq aytish kerak bo'lib qolishi. Sizlarga mana shu fursatdan foydalanib, ayni joyda bir yana reklamani qilib ketmoqchiman. Aynan bugun 16:30 da 16:00 da O'zbek Milliy akademik drama teatrida Cho'lpon spektakli bo'ladi. Cho'lpon rolida Kamila Yaraslar. O'zim kutib xudo xolasa. Cho'lpon bo'lib kutib olaman. Endi ozgina lirik chekilish qilish kerak. Endi shuncha olimlar chiqdi, aktyor chiqqandan keyin ozgina lirik chekilish qilamiz. Aytsam jondek shirin so'z bor dunyoda. Aytsam jondek shirin so'z bor dunyoda. Vatan deb shivirlab aytib ko'ribsiz. Vatan deb ko'ngilga qaytib ko'ribsiz. Chehrangiz balqiydi, quyosh bo'lasiz.